as a lymph node. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatib boruvchilarimiz. Mana operatsiyamiz yakunlanibdi. Hozir mana bizga ko'rsatishyapti. Onkologiya bo'yicha kelgan bemorimizdan olib tashlangan nimalarini ko'rsatyapti bizga hozir doktorimiz. Inshaalloh hammasi xayrli bo'lib tugaganiga Allohga shukr qilamiz. We will send this one to the lab for the test. Okay, for the further biopsy, we will send this to the lab. ठीक है. Reanimatsion bo'lim. Mana ko'rib turganinglar. Sahan opamni qarash kelgan qizlari, Yoqutxon opam mana qo'llarini qo'yib operatsiya yakuniga yetibdi. Endi xudo xolasa ko'rib chiqamiz. Operatsiya bo'ladigan bo'limdan. Operatsiyadan chiqqanlar shu yerda o'tar ekan. Bizlar operatsiya bo'limidamiz. Opamni ham xohlasa mana nariga xonaga borsak, xudo xolasa. Mana ko'rib turibsizlar, hammasi yaxshi, Allohga shukr. Nihoyat yotibdilar. İkinci etapga tushar ekanlar. Yo'q, opa. Narsalarni oling. Narsalarni oling. Ha, oling. It's good. It's good. Good. Hammasi yaxshi? Yes, it's good. Хорошо. Assalomu alaykum, opam. Shu yerdamiz. Joningiz sog' bo'lsin. Umringiz sog' bo'lsin, opam. Mana ko'rib turgan holatinglar, xudo xolasa, onkologiya bo'yicha kelgan bemorimizni operatsiyasi yakuniga yetdi. Allohga shukr, sog' salomat, yaxshilar. Allohim shifo bersin, endi tezroq sog'ayib uyga qaytib ketsinlar, iloyim. Duoda bo'lib turasizlar, inshaalloh. Bizni kuzatishda davom etinglar, opani haqqiga ko'pdan ko'p duo qilib turinglar. Tezroq sog'ayib uyga qaytib ketsinlar, inshaalloh. Kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar. Kuzatishda davom etinglar, izohdan qoldiringlar.